Kelin, nimasi bu? Men sizga osh qiling degandim-ku. Men sizga mant qiling degandim. Qani manti? Oyijon, achchiqqina qilib mastava pishiring degandilar. O'shanga ham mastava pishirgandim. Siz menga gap qaytaryapsizmi? Yo'q, opajon. Ertaga osh qilib beraman o'zim sizga. Sizga esa indinga manti pishirib beraman. Bo'ladimi? Men sizga bugun manti qiling degandim. Boring, hozir pishirib bering. Xo'p. Kelin, ovora bo'lma. Muxlisa, erkaligini erini uyida qilasan. Seni manti yegin kelayotgan bo'lsa qizim, oyoq qo'ling bo'z, qo'ling singani yo'q. O'zing turib, ana oshxonaga chiqib bemalol o'zingga manti qilib olaver. Baribir ham kun bo'yi bekorchisan. Bitta yeydigan ovqatingni eplab qilib yeya olmasang, nima qilib yashab yuribsan? Siz hozir meni haydayapsizmi, dada? Senga ket deyotganim yo'q. Har holda bizning uyimizda sen mehmonsan. Mehmon bunaqa bezbet bo'lmaydi. Sen hozir bir ovqatni buyursang, onang boshlaydi men nima degan edim deb. Bu yoqda esa singling. Bu kelin bechara bitta bo'lsa, senlar uchtasanlar. Qaysi biringni aytganingni qilsin. Sen kelganingdan beri singlinam o'zgarib qoldi. Menga qara. Dadamga bizni yomonlab endi maza qilyapsanmi? Men nima debman, opajon? So'radilar, men javob berdim. Javob ham berma, tushundingmi? Kerak bo'lsa, 3 ta qozonda ovqat qilasan. Sen bu uyda kelinsan, qulsan, tushundingmi? Opajon, meni kelinligim yodimda. Siz o'zingiz ham uyingizda kelinligingizni unutib qo'ymang. Siz bu yerda mehmonsiz. Mehmonning izzati 3 kun bo'ladi. Agar yoqmayotgan bo'lsa, ana katta ko'cha ketishingiz mumkin. Bundan keyin eshitib qo'ying. Osh qilsam osh yeysiz, tosh qilsam tosh yeysiz. Tushundingizmi? Bir qarish tiling chiqib qoptimi? Ha? Ha, meni ham tilim bor. Nima? Til faqat sizda bor ekanmi? Mana, ochilmagan qiralarimiz ochilyapti, opajon. Hozir shu tilingni sug'urib olaman. Qolgan qiringni ham ocholmay qolasan, tushundingmi?